Yevropa pul beradi, lekin shart bilanmi? Zelenskiyning qiyin tanlovi. Erdo'g'on qizil chiziqni chizdi. Rossiya floti Ukraina hujumi va Turkiyaning javobi. Ukraina siyosatidagi eng sirli hodisa: Yermakning Ukrainadan chiqishiga taqiq qo'yildi. Kurdiston ishchi partiyasi Turkiya bilan yarashish uchun 2 shart qo'ydi. O'zbekiston kosmosga kirib boryapti. O'zbekiston tez orada Samarqand nomli sun'iy yo'ldoshini uchishga tayyorlanmoqda. Ukrainada Rossiya hujumi sabab 600 ming odam elektrsiz qoldi. Yevropa pul beradi, lekin shart bilanmi? Zelenskiyning qiyin tanlovi. Ukrainaning urushni tugatish bo'yicha tinchlik muzokaralaridagi ustuvor vazifalari suverenitetni saqlab qolish va kuchli xavfsizlik kafolatlarini ta'minlash hisoblanadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga tayanib BBC xabar berdi. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, muzokaralarda hududiy masala eng qiyini hisoblanadi, chunki Rossiya Ukrainaga Sharqiy Donbassning hali ham egallab turgan hududlaridan voz kechishni talab qilmoqda. Kiyev hech qachon bunga rozi bo'lmasligini bildirgan. Ochig'ini aytganda, hududiy masala eng murakkab masala. Tiklanish uchun mablag' masalasi. Mening fikrimcha, yevropalik hamkorlarning ishtirokisiz oson emas, chunki pul Yevropada, degan Zelenskiy. Ukraina rahbari 1-dekabr kuni rafiqasi bilan birga Parijga tashrif buyurdi. U bilan uchrashgan prezident Makron hududiy masalaga quyidagicha munosabat bildirdi. Hududlar haqida gapira oladigan yagona tomon Ukraina, chunki bu xalqaro huquq bilan tan olingan. Suveren o'z hududlari haqida, xavfsizlik kafolatlari haqida gap ketganda, ukrainaliklar, ya'ni ushbu hududlarning egalarisiz bu masalani muhokama qilish yoki muzokara o'tkazish mumkin emas, degan u. O'tgan hafta Putin amerikaliklar Rossiyaga tinchlik rejasi loyihasini ko'rsatganini va bu kelajakda urushni tugatish bo'yicha kelishuvga asos bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Erdo'g'on qizil chiziqni chizdi. Rossiya floti Ukraina hujumi va Turkiyaning javobi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Rossiya soyadagi flotiga tegishli tankerlar mamlakat shimoliy qirg'oqlari yaqinida nishonga olinganidan keyin Qora dengizda tijoriy kemalarga qilingan hujumlarni qabul qilib bo'lmas deb atadi. Biz bu hujumlarni hech qanday sharoitda oqlay olmaymiz. Bunday holatlarga oid zarur ogohlantirishlarni tegishli barcha tomonlarga yetkazmoqdamiz, dedi Erdo'g'on dushanba kuni 1-dekabrda jurnalistlar bilan suhbatda. Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush Qora dengizdagi kemalar harakati xavfsizligiga ochiqdan-ochiq tahdid qila boshlagan. Juma kuni bizning maxsus iqtisodiy hududimizda kemalarni nishonga olish voqeasi xavotirli eskalatsiyadan darak beradi, deydi siyosatchi. Bundan oldin Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ham neft tankerlariga qilingan hujumlar munosabati bilan tashvish bildirgan edi. Anqara urushning Qora dengizda kengayib ketishining oldini olish va mamlakatning mintaqadagi iqtisodiy manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik maqsadida manfaatdor tomonlar bilan aloqada ekanini ma'lum qildi, dedi TIV vakili Anjdo Kecheli. Hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Ukraina uning bayonotida to'g'ridan to'g'ri qoralanmadi.